Assalomu alaykum, hurmatli fraksiyadoshlar, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Davlat xaridlarida o'rtacha bozor narxidan yuqori narx belgilaganligi uchun javobgarlik ko'rsatilyapti. Bozor narxini aniqlashda bir metodika bormi? 3-bobda e'tibor qaratadigan bo'lsa, 19-moddada demak elektron tijorat operatorining majburiyatlari belgilab berilyapti-da. Agar elektron tijorat operatori iqtisodiy operator tarkibiga kiradigan bo'lsa, asosiy tushunchada to'g'rilab qo'yish kerak. Agar kirmaydigan bo'ladigan bo'lsa, 3-bob nomini to'g'rilab qo'yish kerak. Jinoyat huquqida shunday bir norma bor, 28-moddada ishtirokchilikning turlari nazarda tutilgan. Ya'ni tashkilotchi, bajaruvchi, dalolatchi, yordamchi degan tushuncha bor. Yordamchi tushunchasi o'sha jinoyatni yashirishni ham o'z ichiga oladi. Bu yerda alohida mansabdor shaxs uchun yashirishni alohida bir ajratib ko'rsatish zarurligi nimada? Bu umumiy normani yana maxsus qilib bir takrorlashni keltirib chiqarmaydimi bu yerda? Hozir qo'mita tomonidan taklif etilayotgan qonundagi o'zgarishlar tashabbuskor tomonidan kiritilgan variantdan, konsepsiyadan mutlaqo chetga chiqib ketilgan deb hisoblaymiz. Tashabbuskor biron bir tushuntirish xatida yoki qonunda 104-moddaning 3-qismi D bandini, ya'ni qasddan badanga og'ir shikast yetkazish natijasida ehtiyotsizlik orqasidan o'lim keltirib chiqarish bo'yicha og'irlashtirish masalasini ko'tarmagan. Davlat organlari va tashkilotlarida o'sha komplians xizmati lavozimi bo'limi tashkil etiladi. Davlat organlari deganda bu juda keng-ku, har qanday davlat organlari kirib ketib qoladi. Uning ichiga vakillik organlari bor, saylov organlari bor, umuman hammasining umumiy nomi davlat organ. Shunga shu to'g'ri ketyaptimi yo buni aniqlashtirish kerakmi? Demak, davlat organlarida, vakillik organlarida va boshqa tashkilotlarda komplians nazorati xizmati tashkil qilinadigan bo'lsa, u yerda baribir ishchi olinadi, to'g'rimi? Bu hisob-kitob qilindimi? Bu yerda mana tushuntirish xati yozyapsa, davlat byudjetidan xarajat talab qilinmaydi deb. Bu shtatlar qaysi hisobdan ochiladi? Mazkur taklifdan ovoz yo'q qo'yman. Rozilar, marhamat.